Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda eng innovatsion g'oya respublika tanlovi o'tkazilishi haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Eng innovatsion g'oya respublika tanlovi o'tkaziladi. Qarorga ko'ra, 2026-yildan har yili startap loyihaga aylantirish salohiyati yuqori bo'lgan g'oyalarni aniqlash bo'yicha eng innovatsion g'oya respublika tanlovi o'tkaziladi. Tanlov davlat oliy ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladi va g'oliblarga 100 million so'm grant beriladi. Respublika bosqichi 10 ta yo'nalish bo'yicha o'tkaziladi. Mukofot jamg'armasi ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 10 milliard so'm etib belgilanadi. 2026-yil 1-sentyabrdan oliy ta'lim tashkilotlarida oliygohlar startaplar generatori dasturi amalga oshiriladi. Bunda oliy ta'lim tashkilotlarida IT Park va Venture jamg'armalar bilan hamkorlikda talabalar akseleratorlari joriy etiladi. Talabalar uchun nufuzli xalqaro akseleratorlar va universitetlar bilan stajirovka va almashinuv dasturlari yo'lga qo'yiladi. Oliy ta'lim tashkilotlariga talabalar va ilmiy xodimlarning istiqbolli startap loyihalarga inkubatsiya markazlari va talabalar akseleratorlari orqali har bir loyihaga 20 ming AQSh dollarigacha ekvivalentda o'z mablag'larini investitsiya qilish huquqi beriladi. Talabalar akseleratorlarida startap menejer va startap trekker lavozimlari ko'zda tutiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.